وإلى متى سوف أبقى. Mayli domla, nima desiz shu. Chunki boya 5 daqiqadan keyin bemalol bo'laman, suhbatlashamiz degan so'zingizga binoan men sizga ketma-ket ravishda qo'ng'iroq qilgandim. Lekin zarur ishim chiqib qoldi degan ovozli xabaringizdan keyin siz bilan aloqani tiklolmadim. Aslida domla, sizga ba'zi bir narsalarni Alloh uchun eslatma qilmoqchi edim. Maqsadim ham shu edi aslida. Domla, sizlarning yoshingiz bizanikidan katta-ku. Ahli ilmlikni, imomlikni, domlalikni iddao qilasizlar. Sizlar insonlarning ra'yi, gap so'zi nima deydi siz bilan emas, Alloh azza va jallaning shariati belgilab qo'ygan mezoni bilan yashashinglar va bizga namuna bo'lishinglar kerak emasmi? Bu ilm sizlarga omonat berilmaganmi, domla? Allohdan qo'rqing, Allohga qayting, domla. Allohga taqvo qiling. Hech bo'lmasam soch soqolingizga tushgan bu oqdan uyaling, domla. Bu ilm sizlarga omonat emasmi? Alloh azza va jalla nima deydi? Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullohu va yal'anuhumul la'inun. Alloh bu tushirgan oyatlarimiz, hidoyatni kitob qilib tushirganimizdan keyin buni berkitganlarga Allohni va boshqa la'natlovchilarning la'nati bo'lsin dedi. Bu hayot matosi juda ham oz. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Bu dunyo matosi juda ham oz-ku dedi Robbimiz. Domla, sahobalar yoki bu dunyo matosidan voz kechib Allohning roziligi tomon shoshilishmadimi? Atrofingizga bir nazar soling. Allohning diniga qarshi kurashayotgan, Allohning farziga qarshi kurashayotgan, Allohning hukmlarini uloqtirib o'zini nafsini iloh qilib olgan insonlarni salali askarlari bilan bir dasturxonda musiqalar og'ushida o'tirishingizga bir nazar soling. Xotimingiz nima bilan tugashidan qo'rqmaysizmi? Axir qiyomat sizga, menga ham yaqin-ku. Allohga qayting. Biz bu jonni Allohga sota olar ekanmiz. Biz Allohga qayta olar ekanmiz. Biz Allohning roziligini va kuldirishlikni xohlar ekanmiz. Alloh azza va jalla yaghfir lakum dhunubakum va yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bizning gunohlarimizni kechiradi va ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritadi inshaalloh. Shuning uchun Allohga qayting. Allohdan taqvo qiling. Allohdan hayo qiling. Domla, sizga Alloh uchun eslatma qildim. So'zimdagi kamchilik, nuqson, xatolar nafsimning yomonligi va quvilgan shaytondan, haqiqatlar esa Alloh azza va jallaning fazlidandir. ما من صحب ولا رفاق ما من صحب ولا رفاق